Mana bir ko'rinishda bolalarimiz, nabiralarimiz mana shu xona bolalarimiz xonasi, Istiqlol ko'chasi 91-xonadon. Mana o'zingiz ko'rib guvohi bo'ling, mana shu polaponlarimiz mana shu uyda, mana shu xonada uxlashadi, dam olishadi. Azizlar, vatandoshlar, endi esa mana bu manzarani ko'ring. Bu manzarani sizga hech kim ko'rsatmaydi hech qachon, aziz birodarlar. Faqat mahallada duv kinosida ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Mana o'sha kino sizga mana. Hozir mana bu setka ham qo'yib qo'yilgan. Setkani olishga iloji bormi? Olib tashlagingmi hozir? Ko'rsataylik buni vatandosh xalqimizga. Ko'rsin buni. Mana hozir bolalar uyidan to'g'ridan-to'g'ri reportaj ketyapti aziz birodarlar. Istiqlol ko'chasida olib borilayotgan mana shunday juda ham hashamatli katta qurilish ob'yomda ketyapti. Allohga deyada shukr. Bir tomondan yaxshi deysiz, ikkinchi tomondan esa bu bolalarni qovlash, bundoq qilib uyni biqinidan kechasi kunduzini qovlash ishlari davom etyapti. Mana shunday ekskavatorlar 3 smena ishlab bormoqda, 3 smena. Ko'ryapsizlar o'zi. Devorlarimiz buzib tashlangan. Hech qanday bir mana shovqin kechasi biqinida mana shu hovlimizda ikkita oila istiqomat qilamiz. Bu bolalarni kelajagi uchun, sog'ligi uchun bu zarar-ku axir. Mana bormisizlar ota-onalar? Videoni maksimal darajada tarqatinglar, iltimos, ko'rsin. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich yetib borsa, bizni hali uy bilan ta'minlamasdan turib uy-joy bilan turar joyimiz. Mana shunday ishlarni boshlab yuborishdi aziz birodarlar. Ikkita xo'jalik turadi bu yerda. Ikkita xo'jalik farzandlarimiz bilan turamiz aziz birodarlar. E'tibor bering. Bunday manzarani sizga hech kim ko'rsatmaydi degan videolar ko'p ketyapti. Mana hozir ayni paytda mana sizga mana shunday chiroyli manzara mana. O'zingiz baho berasiz aziz vatandoshlar. Mana ko'rib guvohi bo'ling mana shunday ekskavatorlar kechasi kunduzi to'xtagani yo'q.